Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli kanal obunachilari, azizlar, xudo xolasa bugun yana bir o'z zakazimizni egalariga topshirib oldik, ishimizni yakunladik. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu galgi ustanovkamiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumaniga ustanovka bo'ldi. Samandar akamiz xonadoniga keldik, xudo xolasa mana ishlarni yakunlab topshirib berdik. Uyimiz ham juda ham chiroyli proyekt bilan qurilgan. Ko'rishlaringiz mumkin, hozir yaqin 5 daqiqagacha azizlar, juda ham chiroyli qilib obzorlarni, sizlarga narxlarni va uylarning proyektlari bilan polni tanishib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazarg'om tumanida. Azizlar, vaqtlaringiz olmagan holda videoni boshlaymiz. Azizlar, bugungi ustanovkamizga alyumin deraza va eshik romlarimiz ustanovka bo'ldi. Oq akfa alyuminda bo'lgan deraza romlarimiz hamda eshiklarimiz sizlarga bir boshdan qo'limizdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilamiz. Uyimizni ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli proyektlarda qurilgan. Derazalarimiz 4 ko'z fasonda yasalgan. Tepa qismi bo'linmagan siyli holda yasalgan va past qismi 3 ga bo'lingan holda. O'rtada ochilg'ich tushirib berilgan. Ikki qavat paket oynalarda yasalgan. Oq paket oynalarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Derazamiz balandligi 1.70, eniga 1.50 razmerdagi 9 ta bir xil razmerda derazamiz tushirilgan. Uyimiz oldi tomoni ikkita shestigranlik tushirilgan va yonboshida mana uzunasiga uy tushirilgan va eshigimiz 1.20 ga 2.60 razmerda 5 ta bir xil eshigimiz yasalgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Derazalarimiz azizlar, kvadratini birdan aytib o'tib ketaylik. 2 qavat oynasi bilan 800 ming so'mdan yasalyapti. Agarda 1 qavat oyna bo'lganda 700 ming so'mdan yasalardi. Alyumin oq chesti o'zida. Eshiklarimiz esa 1 qavat oynasi bilan 800 ming so'mdan, 2 qavat oynasi bilan 900 ming so'mdan yasalyapti. Bu ko'rib turgan eshiklarimiz hammasi 2 qavat paket oynalarda tayyorlangan. Oynalarimiz ichlariga dorilar solingan, germetikalar hamma yog'iga polnisda surtilgan. Har biriga bemalol ko'rib tekshirib olishlaringiz mumkin. Terlamasliklari kafolati bilan qo'yib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli. Oq oynalarimiz yorug' tushadi. Eng ko'p qo'yiladigan oynalarimiz xuddi mana shu oynalar hisoblanadi. Derazamiz fasoni ham juda ham chiroyli chiqqan. Joylariga mana penalarni qo'yib, mahkamlab qotirib oldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Davom etamiz azizlar. Xo'p. Mana bu tomonimizda ham 2 tabaqali eshik, boyatilgan 1.20 ga 2.65. Ko'rishlaringiz mumkin, mana yonlariga penalarni qo'yib, girtlariga. Eshigimizga mana akfan o'zini katta ruchkalari va rolikli akfan o'zini zamoklarini qo'yib berganmiz. Juda ham kачественный, sifatli mahsulot hisoblanadi. Chest firmani o'zi. Eshigimizga 5 tadan 10 ta akfani o'zini oshmosh petlarini qo'yib berganmiz. Juda ham mustahkam, 2 qavat oynaga ayniqsa taylamasligi uchun juda ham katta hissa qo'shadi. Ko'p joylarda azizlar uzog'i 4 ta qo'yib beradi. Azizlar, faqat bizda ko'rishlaringiz mumkin, naq 5 tadan 10 ta oshmosh petlarini qo'yib beramiz. Chunki deganda ko'p yil xizmat qilish uchun va uzoq vaqt bemalol foydalanishingiz uchun juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan hisoblanadi. Derazalarimiz ichkaridan ham ko'rib berishlarini mana azizlar, alyumin. Derazalarimiz ham xuddi shunday akfan o'zini pedli va akfan o'zini delfinlaridan qo'yib berganmiz. Yengilgina, bemalol ochib yopishlari juda ham chiroyli bo'lgan holda. Xo'sh, keyingida to'g'rimizda alyumin teraskamiz. Balandligi 1.70, eniga 2.60 razmerda teraskamiz. Yonboshidan hali qo'shimcha blok terib yuboriladi. Sal kichikroq razmer aytilgan, shunga yarasha razmer yasab kelingan. Joylariga qotirib oldik va past qismimizda fortishka o'rnatildi. Yonboshimizda 2 tabaqali eshik. Va uyimiz old tomonida mana 2 ta bir xil shestigranlik, yonboshda 70 ga 1.70 razmerdagi shestigranliklarimiz. Uyimiz o'rta qismida esa sentr qismida glavniy vextka bitta eshik va 2 yonboshda 2 ta deraza. 2 derazaga ham ochilishlar tushirib berilgan va bu tomonimizda mana ko'rishlaringiz mumkin shestigranimiz ikkinchi qismi. Xo'sh, orqa tomonimizga o'tamiz azizlar. Orqa tomonimizda ham xuddi shunday eshik romlarimiz bor. Orqa tomondan ko'rinishlaringizlar. O'chikkamizda
quloqchali eshigimiz, yonboshida bitta deraza va eshigimiz qo'yilgan va bir xilda 150 ga 170 dan 3 ta deraza uстановка bo'lgan va yonboshida 170 ga 260 razmerda bitta teraskamiz. Teraskamizni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli fasonda qilingan. Ikki chekkasi ikkita ochilgich, tepa qismi teng sentrdan bo'lingan, past qismi esa teng 4 ga bo'lingan holda uстановка bo'lgan. Azizlar, xudo xolasa bugungi uстановкamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana shunday eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, azizlar, Akfalmin kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Chunki deganda obunachalarimizga yana ham chegirmalari, bonuslari bor. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazarg'om tumanida. Bu galgi uстановкamiz yana bir bor aytib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumaniga bo'ldi. Videoni akamizdan ko'rib bo'layotgan bo'lsa, Samarqand aka, xudo xolasa eshik romlaringizni joylashtirib bo'ldik. Hammasi ko'ngildagidek chiroyli chiqdi. Yana ham o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana videoda qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berib o'tdik. Agarda Qashqadaryolik akalar bo'ladigan bo'lsa, masalan ishlarimizni ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'zlari realni ko'rmoqchi bo'lsa, lokatsiyalarni tayyorlab beramiz. Mana shu uyimizni ko'rib baho berishingiz mumkin. Chunki deganda ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Yana ham to'liqroq ma'lumot bo'lsa, nomerlarimiz qoldirilgan, imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqingizlar, kelishilgan holda sifatli qilib yasabi o'rnatib beraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar, sog' salomat bo'lingizlar.